hozirgi tariflar sistemasiga o'zgarishlar kiritilgandan keyin elektr manbaidan uyni isitish juda ham qimmatga tushadi. Balkim tejashingiz mumkin, lekin siz oila a'zolaringiz bor, yosh bolalar bor, qariyalar bo'lishi mumkin. Ular nima qilish kerak? Oddiy qoida bor. Uyni isitish muammo emas. Muammo uydagi issiqni saqlab qolish. Chet eldagi germetik holatdagi uylarni solishtiradigan bo'lsak, ularni energiya iste'moli 0 atrofida. Hozir qurayotgan uylarimizda asosiy e'tibor bu dizayn, muhandislik tizimlariga. Voy pul tikkan, siz aka bu ko'rinmaydi deydi. Wow effekti yo'q. Shu bilan birga davlat tarafidan qat'iy qurilish norma me'yorlariga o'zgartirishlar kiritish vaqti kelgan hozir. Bu albatta ma'lum bir qatlamga yoqmaydigan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda ko'pchilikning manfaati to'g'risida gap ketadi. Sobir Shermuhammad, injener quruvchi, energiya samarador qurilish sohasida ekspert. Faoliyatini qurilish sohasida prorab sifatida boshlagan. Toshkent shahar hokimligida qurilish obyektlari nazorati bo'yicha rahbarlik lavozimida ishlagan. 2004-yildan qurilish materiallari importi bilan shug'ullangan. 2014-yildan energiya samarador qurilish tizimlariga e'tibor qaratib, AQSh va Yevropa tajribasini o'rgangan. Hozirda energiya samarador uylar qurilishi va ularning energiya auditini o'tkazish bo'yicha Airbus kompaniyasining ta'sischisi va rahbari. Ishim yuzasidan ko'p mamlakatlarda xizmat safarida bo'laman. Shunda o'sha yerda aynan shu mavzuga oid bo'lgan narsalar bilan ko'p to'qnash kelganman. Jumladan, agar bir 10 yil oldingi Ukraina bilan Rossiyaning orasidagi bir gaz urushi degan narsa hammani esida bor. O'sha paytda ozgina Ukraina uchun tahdid solingan, gaz bermaymiz, sovuq qotib nima qilsanglar qilaveringlar degan Rossiya tomonidan tahdidlar ham bo'lgan. Ukrainada bitta maqol bor. Когда паны дерутся, у холопов чубы летят deyishadi. Ya'ni xo'jayinlar to kelishib olguncha bu yerda xalq aziyat chekadi. Shunga nima qilish kerak degan xuddi shu bizani hozirgi holatga o'xshaganroq bir holatga tushib qolgan xalq. Ular bilan gaplashdim. Nima qilasizlar endi bu yoq deganimizda shunda aytishdiki, ana endi biz davlatda nimasiga qarab o'tirmasdan o'zimiz g'amimizni yeyishimiz kerak deb boshlashdi. Shunaqa paytda eng asosiy qilingan ish bu uylarni energiya samarador holatga keltirish. Energiya samaradorlik deganda bu isitish asboblaridan tejamkorona foydalanish degani emas. Chunki siz uni o'chirib, yoqib, uni kamroq ishlataman, uni kamroq iste'mol qilaman degan narsangiz bilan faqat diskomfortga erishishingiz mumkin. Diskomfortni hisobiga siz buni tejash deb bo'lmaydi. Chunki siz balkim tejashingiz mumkin, lekin siz oila a'zolaringiz bor, yosh bolalar bor, qariyalar bo'lishi mumkin. Ular nima qilish kerak? Shuning uchun bu narsani tejash degan so'z bilan men nima qilmagan bo'lardim, bu noto'g'ri yondashuv. Oddiy qoida bor, uyni isitish muammo emas. Muammo uydagi issiqni saqlab qolish. Agar siz uydagi issiqni saqlab qolish darajasiga erisha oldingizmi, demak siz energiya samarador uyga bir qadam bo'lsa ham tashladingiz degani. Shunga e'tibor berish kerak. Shuning uchun biz issiqlikni saqlab qolish to'g'risida gaplashishimiz mumkin. Energiya samarador uy degani komfort iqlimni, uyning ichidagi mikro iqlimni saqlab qolgan holatda juda kam energiya iste'mol qilish tushuniladi. Mana shu narsadan kelib chiqib biz aytamiz, issiqlikni saqlab qolamiz, komfortga ta'sir qilmagan holatda. Chet eldagi germetik holatdagi uylarni solishtiradigan bo'lsak, ularni standarti energiya iste'moli 0 atrofidagi uylar. Bu nima degani? Ya'ni shunchalik kamki, uni tashqaridan birlamchi energiya manbaidan, ya'ni gaz yoki elektr energiyadan, isitish tizimlaridan foydalanishga hojat qolmagan. Shunchalik kam iste'mol qiladiki, uyni ichida misol uchun choy qaynatasiz, ovqat qilasiz, bolalar o'ynab yurishi mumkin. Har bitta inson ham o'zidan issiqlik energiyasi taratadi. Bitta inson soatiga 100 watt energiya taratish imkoniyatiga ega. Shu narsalarning o'zi uyni isitishiga, u ichi sovib ketmasligiga yetarli bo'ladi. Albatta quloqqa g'alati eshitiladi, bu narsaga hech kim ishonmasligi ham mumkin, lekin aslida uy shunchalik germetizatsiya qilinganki, bu uyda issiqlik yo'qotilishi
deyarli yo'q hisobida. Endi adolat yuzasidan tangani ikkinchi tarafini ham gapirmasak bo'lmaydi. Sababi tanqid qilishdan oson narsa yo'q, lekin energiya samaradorligining orqasida tejamkorlik yotibdi. Eng avvalambor bu narsani ham isrofdan qochish, tejamkorlik bu narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Ancha yil tan olib aytamiz, tariflar juda ham kichkina bo'lgan. Deyarli boshqa davlatlar bilan solishtirganda tekinga yaqin darajadagi juda tariflarimiz past bo'lgan. Shuni hisobidan tabiiy hech kim energiya samaradorlik, tejamkorlik to'g'risida gapirmagan. Chunki hozir o'sha biz aytayotgan g'alvir uylar misolida agar ko'riladigan bo'lsa, u uyga ketayotgan energiya bir boshqa bir tejamkor uylarga nisbatan 8-10 bir xil holatlarda 20 baravargacha juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun tabiiy boyliklarimiz yoki energiya resurslari bular bepoyon emas, ularning cheki bor, ularni o'ziga yarasha tejash kerak va bunga juda katta e'tibor berish kerak. Shu nuqtai nazardan men xohlardimki, hozirgi davr talabi har bitta xonadon egasi yoki bo'lmasam yangi qurilish qilayotgan odam bo'ladimi yoki uyni rekonstruksiya yoki remont qilayotgan odamlar mana shu narsaga juda qattiq e'tibor berish kerak. Biz gapirayotgan narsa asosan o'sha energiya samaradorligining asosi hisoblangan uylarning termoizolyatsiyasi hisoblanadi. Ana shu nuqtai nazardan bu narsaga juda qattiq e'tibor berish kerak. Bir tasavvur qilib ko'ring, sizni qurgan uyingizni yoki ta'mirlagan, yashayotgan uyingizni qaysi biriga qancha pul tikdingizda, qanchasi sizga qaytib keldi. Qaysi biri o'zini pulini oqlash uchun unga qilingan xarajatni qaytarishga ishlaydi. Uyning ichida unaqa narsani topa olmaysiz. Bu uni pardozlashlari bo'lsin, isitish tizimi bo'lsin, sovutish tizimi bo'lsin yoki bo'lmasam uyni g'ishli devori bormi, hammasi faqat va faqat sarf xarajatga ishlaydi. Biz aytayotgan bu termoizolyatsiya bir marta xarajat qilib qo'yganingizdan keyin uning vazifasi sizni uyingizdagi komfortni saqlab turish uchun pulingizni tejash. Ya'ni unga o'ziga qilingan xarajatni oqlabgina qolmay, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin u pul qaytadimi sizga? Undan keyin nima bo'ladi? U ishlashdan to'xtamaydi-ku. Tushunyapsizmi, nima to'g'risida gap ketyapti? Buni misol uchun pulini qimmat ekan yoki arzon ekan yoki to'g'ri bir xillarni bir ko'rib nazari bilan qaraydigan bo'lsangiz, bu sizga obro' olib bermaydi. Birovga ko'rsatib maqtana olmaysiz, chunki u ko'rsata olmaysiz u narsani. U qanaqadir bir shiftda orqasida qolib ketgan, devor orasida qolib ketgan, yo polni tagida qolib ketgan. To'g'ri, obro' olib bermaydi sizga. Ko'rinmaydi u hech qayerda. Lekin ko'rinmasdan shunchalik pulingizni tejaydiki, siz uni orqasida keyinchalik tasavvur qila olmaydigan komfortga erishasiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni pulingiz tejagan holda komfortingizni ta'minlab qo'yasiz. Mana qanchalik bu narsaga munosabat bildirishimiz kerak biz. Hozirgi tariflar sistemasiga o'zgarishlar kiritilgandan keyin elektr manbaidan uyni isitish juda ham qimmatga tushadi. O'zi bitta qoida bor. Shu narsani hamma tushunib olishini juda ham istar edim. Uyni isitish deganda uni isitish tizimidan foydalanish degani emas. Uyni isitish o'sha termoizolyatsiya qilish tushuniladi. Ya'ni issiqni saqlab qolishga ishlaydigan omillar. Isitish tizimi faqatgina uy yo'qotayotgan issiqlik energiyasini kompensatsiya vazifasini bajaradi. O'shaning uchun rus tilidan agar olib tarjima qiladigan bo'lsak, uteplение degan so'z bor. Uteplение lug'aviy ma'no bo'yicha issiqlash degan so'z kelib chiqadi. Ya'ni inson sovuq kunda ongli ravishda ko'chaga yupun kiyinib chiqmaydi. U eniga issiqroq kiyinib, juda bo'lmasa choponini tashlab yoki o'sha kurtkasini yoki paltosini kiyib ko'chaga chiqadi. Bu narsani hattoki instinktiv darajada juda qattiq sovuqga chiqib qolsangiz, nima qilishni boshlaysiz? Burkanishni boshlaysiz. Bu hamma teshiklarni yopib, yenglarini ichlariga qo'llarini kirg'izib, o'zini o'zi sovuqdan himoya qilishni boshlaydi. O'shanchun ham ichidagi issiqlikni iloji boricha ushlab qolishga instinktiv ravishda harakat qiladi inson. Uyda ham xuddi shu narsa. Endi
jahon tajribasidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, izolyatsiyani har xil bir tipligi bo'lsak bo'ladi. Qaysi materiallardan qilinishiga qarab shularni bo'lib chiqsak bo'ladi. Hozirgi bizani bozorimizda bor mavjud izolyatsion materiallardan olib qaraydigan bo'lsak, bularning hammasi deyarli yashashga haqqi bor deb aytsak bo'ladi. Faqat bitta shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, ulardan to'g'ri foydalanish, texnik o'sha shartlariga rioya qilgan holda, qoidalarga rioya qilingan holda va eng asosiysi o'sha bizada SNIP deymiz, qurilish me'yori va qoidalari, shularni qonun va qoidalariga rioya qilingan holda to'g'ri hisob-kitob qilib ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi jahon tajribasidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, bizani hozirgi qurilish me'yori va qoidalari jahon normalaridan ancha orqada qolib ketgan. Biz aytayotgan hozir qurilish issiqlik texnikasi SNIPida berilgan ma'lumotlar yoki me'yoriy normalar jahon tajribasidan kelib qaraydigan bo'lsa ancha past. Ya'ni bu narsaga sal yumshoq bir me'yoriy cheklovlar bilan qaralgan. Ikkinchi tarafdan qaraydigan bo'lsak, jahon tajribasida uylarni izolyatsiya qilish degan so'zni orqasida yana bitta eng muhim bir so'z yotadi. Bu uylarni germetik holati degan narsa bor. Bizda SNIPlarda bunaqa narsalar deyarli yo'q hisobida. Ya'ni asos qilib olingan narsa bu uyni germetikligi. Buni faqat issiqlik izolyatsiyasi emas, izolyatsiya materialni olib shunday yopishtirdik, shu bilan esdan chiqazdik degan narsa emas. Hozirgi mavjud testlar O'zbekistonga ham hozir yaqin orada bu narsalar kirib kelish arafasida turibdi. Jumladan bizning firma bu narsalar bilan qancha yildan beri shug'ullanadi. Shu narsalar bilan uylarning qanchalik germetik holatini tekshirsa bo'ladi. Ya'ni undan ichidagi isitilgan havo qanchalik miqdorda chiqib ketyapti. Shu holatda hozir qurilayotgan uylarimiz qanchalik talabga javob beradi degan savolga men aytishim mumkin. Yangi qurilgan uylar, eski qurilgan uylarni birontasi bu narsaga javob bermaydi. Ya'ni me'yoriy norma bor. O'ziga yarasha Yevropa normalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, xonaning ichidagi havoni aylanish miqdori chegaralangan. Misol uchun o'sha passive house standartiga javob beruvchi uylarning ichidagi havo aylanish chegarasi 1 soatda yarim baravar aylanish kerak. Ya'ni xonaning ichidagi havoni faqat yarmisi chiqib ketishi kerak. Bu juda ham kichkina, juda qat'iy cheklovlardan bittasi. Demakki, buni olib qaraydigan bo'lsangiz, bizning uylarimiz qancha unda havo aylanishi biz qilgan testlarda 8,5 baravar bo'lib chiqdi. Ya'ni 1 soatda yangi qurilgan uy ichidagi havo 8,5 baravar aylanyapti. Havo chiqib ketgandan keyin havo tashqaridan kiradi. Tashqaridan kirgan havoni biz boshqatdan isitishimiz kerak. Unga boshqatdan energiya sarf qilishimiz kerak. Bularning hammasi ertaga sizni karmoningizda ketayotgan xarajatlaringizda hammasi ko'rinadi. Ana shu nuqtai nazardan biz hozir aytmoqchi bo'layotgan narsa albatta energiya tejamkorlik asosi termoizolyatsiya va germetizatsiya degan narsalarga asos bo'lib tayangan shu. Retrotec kompaniyasining mahsuloti, AQSh mahsuloti Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropada hozir hech qaysi uy bu testdan o'tmasa sotishga yoki yashashga ruxsat berilmaydi. Mana shu o'tkaziladi. Test natijasida o'zining parametrlari bor. O'sha parametrlardan agar o'tsa, talabga javob beradigan bo'lsa, marhamat keyin sotishingiz mumkin yoki ichkariga kirib yashashingiz mumkin. Demak, uy energiya samarador deb hisoblanmaguncha sotuvga ruxsat bo'lmaydi. Mana hozir bizning maxsus shu moslalarimizni ichga tushiradigan nimasidan manometr deydi. Shu orqali biz ventilyatorni yoqamiz va uyning ichiga 50 paskalgacha bo'lgan bosim hosil qilamiz.
Nima uchun 50 paskal? 50 paskal bu ma'lum bir ob-havo sharoitini modellashtirish imkoniyatini beradi. Ya'ni tashqarida -10 gradus hamda tashqaridagi shamol tezligi sekundiga 10 metr taxminan tezlikda esayotgan paytda xonaning ichidagi harorat +22 gradus bo'layotgan paytda mutaxassislarning tadqiqotlariga qaraganda xonaning ichida 50 paskal bosim paydo bo'ladi. Buni biza partsial bosim ham deymiz. Shu partsial bosim ta'sirida uyning ichidagi havo kengayib, uyning konstruktsion elementlariga, shiftiga, devoriga, eshik romlariga va boshqa qismlariga bosim tashkil qiladi. O'sha bosim ta'sirida xonaning ichidagi bizga ko'zimizga ko'rinar, ko'rinmas hamma eshiklar orqali biz aytayotgan issiqlik yo'qotilishi, ya'ni energiya yo'qotilishi ro'yobga chiqadi. Bismillah. Mana 50 paskal bosimni hosil qildik. Uyning ichida hozir shu bosim ostida uni shu konstruksion qismlaridagi issiqlik yo'qotilishini vizualizatsiya qilamiz. Mana hozir tutun generatori moslamasi orqali shu bosim ta'sirida qanaqa e'tibor berasizlar, uy ichiga shu tutun kirsa, kirib kelayotganimizdan ko'rib turganingizdek, tashqaridan sovuq qanaqa qilib kirib kelishini mana tutun orqali ko'rib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunday bosim paydo bo'lganda tashqaridagi sovuq uy ichiga mana shunday kirib kelishni boshlaydi. Mana xonaning ichi agar xolis shunchalik nimaki sifatsiz qilingan nimadan konstruksiyalardan mana shunaqa tashqaridan ichkariga sovuq havo kirib keladi. Mana hozir qolgan Hozir joylarni faqatgina deraza romlaridan issiqlik yo'qotilishi aniqlash mumkinmi yoki boshqa joylardan? O'zi devorlardan, misol uchun shiftlardan ham yo'qotiladi. Hammasi bu elementlar ma'lum miqdorda o'zidan shu issiqlik yo'qotishiga ishlaydi. Misol uchun bu yerda qattiq devor qismlarda molekulyar holatda o'sha issiqlik energiyasi asta-sekin tashqariga singib o'tish holati bo'ladi. Mana shu diffuziya holatida bizning devorlarimizdan issiqlik yo'qotishiga ta'sirda qoladi. Ko'rib turganingizdek, hozir siz ko'rayotgan tutun, misoli o'sha sovuq havo oqimini deb hisoblaymiz. Shu narsa qanaqa yuzaga kelayotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rib, shunga ishonch hosil qildingiz. Havo aylanish protsessi qanchaligini shu testimiz aniqlab berdi hozir. Oxirgi kadrda ko'rsatilgan o'sha 50 paskal bosim ostida uyning ichidagi havo salkam 11 marta aylanyapti. Ya'ni uydagi isitilgan havo, ya'ni pul to'lab, unga xarajat qilib, uyingizni isitishga qilgan xarajatingiz o'sha issiq havo ko'rinishida uyni tark etib, uni o'rniga tashqaridan isitilmagan sovuq havo kirib kelishi 1 soatda salkam 11 marta amal qilyapti. Mana shu narsani biz hozir ko'rib berdik. Bu juda ham katta energiya yo'qotilish hisoblanadi. Kompyuterda bizda maxsus programmamiz orqali hozir shu jarayonni qanchalik nima qilgan raqamlarda ko'rsak bo'ladi. Birinchi raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Uyimizni parametrlari: yashash maydoni 120 kvadrat metr hamda uning hajmi 344 kubometr. Shu hozir raqamlarda mana 50 paskal biza bosim berganimizda mana o'lchov birligi metr kub soatiga deganda taxminan quyidagi raqamlar bilan bu narsa aniqlanyapti. Ya'ni uyni ichida 4052 kubometr 1 soatda havo chiqib ketyapti. Yoki bo'lmasam bu 1 soatda necha karra havo almashinyapti. Mana birinchisida 11.78 berdi, keyingisida 11.36 berdi, keyin 12.20 plus minus 3.6% gacha xatolik bo'lishi mumkin. Ya'ni 96-97% gacha aniq o'lchab beryapti bu moslama. Mana shundan biz xulosa qilishimiz mumkinki, qanchalik energiya samarador uy bilan oddiy an'anaviy uy orasidagi farq. Ya'ni bu narsaga qanchalik xarajat qilinadi. Ayniqsa shu havoning juda o'ta sovuq kunlarida bu narsa juda ham katta ahamiyatga ega. Agar sizni uyingizga tabiiy gaz tortilgan bo'lsa, quvurlari, boshqa energiya manbaini umuman ko'z qaramasangiz ham bo'laveradi. Nimaga? Sababi biza uyni isitish uchun nimanidir yoqamiz. U narsa gaz bo'lishi mumkin. U narsa elektr energiya bo'lishi mumkin. U narsa ko'mir bo'lishi mumkin yoki o'tin bo'lishi mumkin va hokazo. Endi shahar miqyosida oladigan bo'lsak, tariflar hali o'smasdan oldin
juda ham kichkina bo'lganligi sababli odamlar e'tibor berishmagan. Misol uchun agar gazni bosimi tushib ketgan paytda elektr isitgichlardan foydalanganmiz yoki uyimizdagi konditsionerlarni isitish rejimiga qo'yganmiz. U narsaga juda ham oddiy qaraganmiz, e'tibor ham bermaganmiz. Endi hozir unaqa narsani qilib bo'lmaydi. Hisob-kitoblarga qaraganda elektr energiyasidan foydalanib uyni isitish juda ham qimmatga tushadi. Mana endi hozir gaz bilan elektr energiyani orasidagi farqni solishtiramiz. Gaz, tabiiy gaz. 1 kubometr gazni yoqamiz, 9,4 kilovat issiqlik energiyasi olamiz. 100 kvadrat metrli uy misolida hozir mana shu narsani hisoblab ko'ramiz. Birinchisi gaz. Gazni 1 kubometrini yoqamiz. 1 kubometr gazni issiqlik energiyasiga agar aylantiradigan bo'lsak, 9,4 kilovat issiqlik energiyasini beradi. Endi 9,4 hammasini biz ola olmaymiz, chunki isitish qozonimizni foydali ish koeffitsiyenti o'rtacha 90%. 90% bo'lgani uchun 9,4 kilovatni 90% ga ko'paytirganimizda haqiqiy oladigan issiqlik energiyasimiz quvvati 8,5 kilovatga yaqin 1 kilovat olamiz. Mana buni endi biza 1 kilovat gaz yoqib 8,5 kilovat issiqlik energiyasini olamiz. Endi shuni pulini hisoblab chiqamiz. 1 kubometr gazimizning narxi isitish mavsumida 1500 dan maksimaldan hisoblaymiz. Uni 8,46 kilovatga bo'lsak, 177 so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni biza 1 kilovat issiqlik olish uchun 177 so'm sarflaymiz. Endi xuddi shu hisob-kitobni elektr energiyasida qilamiz. 1 kilovat elektr energiyasini konvertatsiya qiladigan bo'lsak, u 1 kilovat issiqlik energiyasiga aylanadi. Bu 1 ga 1 yuradi. Demak, 1000 so'mdan olgan taqdirimizda ham 1000 so'mga tushadi 1 kilovat issiqlik energiyasi. 100 kvadrat metr haligi bizni boshida aytgan nimamiz, uyimiz 10 kilovat isitishga ketadigan quvvat, haligi 177 so'm 1 kilovat issiqlik energiyasi bizga tushyapti. Buni ko'paytirsak 1770 so'm 1 soatda 10 soat ishlaydi kotelimiz. 10 soat ishlaganda 17700. Buni 30 kunga ko'paytiramiz. 1 oyda 531 ming so'm gazga pul to'laymiz. Keyingisi 10 kilovat elektr energiyada agar shuni xuddi shu amalni bajaradigan bo'lsak, 1 kilovat issiqlik energiyamiz 10 ming so'mga aylanyapti. 10 ming so'mni 10 soat ishladi deb hisoblaganimizda 100 ming so'mga aylanadi. Bu 1 kunlik bizani xarajatimiz. 30 kunga ko'paytiradigan bo'lsak, oyiga 3 million so'm chiqadi. Mana farqini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Yangi qurilayotgan uylarda endi boshidan loyiha jarayonida bu narsalarning hammasini ko'zda tutish kerak. Fasad qismini iloji bo'lsa, bostirma qismini, tom qismlarini, fundamentni hammasiga juda katta e'tibor berib, deraza romlar o'rnatilayotganda ularga qattiq e'tibor qaratish kerak. Hozir qurayotgan uylarimizda asosiy e'tibor bu dizayn, hashamat. Zo'r bo'lish kerak. Wow effekt bo'lish kerak. Muhandislik tizimlariga voy pul tikkan, bu narsalarni mana qilish kerak, mana qilish kerak desiz, aka bu ko'rinmaydi deydi. Obro' bermaydi bu narsa. Wow effekti yo'q uni. Tasavvur qiling, 1 emas, 2 emas, 3 qavatli uy, hashamatli uy. Egasi kelib menga aytdi, aka deydi, ko'zimdan yosh chiqib ketdi deydi. Shunday hashamatli uy qurib qo'yganman deydi. Qishda deydi, bitta xonada hammamiz deydi, xuddi qishloqning uyidagi hali burjuyka pechkani qo'yib jon saqladik deydi. Nega? Gaz yo'q, uy isinmadi. Isitib bo'lmadi uyi deydi. Chunki xonani balandliklarini ham 4 metr, 4,5 metrlab qilib tashlaydi. Germaniyada 270 balandlik. Agar 270 dan oshiraman desangiz, maxsus ruxsatnoma olib kelishingiz kerak. Uni isbotlab berishingiz kerak. Yo'q, menga 3 metr kerak. 3 metr bo'lmasa bo'lmaydi meni uyimda. Asoslar keltirishingiz kerak.
agar u narsaga e'tibor bermasdan o'z boshimchalik bilan xohlaganingizcha balandlik qiladigan bo'lsangiz va undan keyin inspeksiya kelib qurgan uyingizni tekshirgan jarayonida shunaqa normaga, qat'iy cheklovga rioya qilmaganligingizni bilib qolsa, sizni o'ziga xos qanaqadir bir jazo choralari ko'radi. Jazo choralari shundan iboratki, sizga misol uchun qanaqadir subsidiya ajratilmaydi, qanaqadir kompensatsion to'lovlar berilmaydi. Shunga o'xshagan narsalarda shu bilan birga davlat tarafidan qat'iy qurilish norma me'yorlariga o'zgartirishlar kiritish vaqti kelgan hozir. Ya'ni yangi qurilayotgan uylarga energetik pasport talab qilish yoki bo'lmasam har bitta tashqi muhitdan to'sib turuvchi konstruksiyalarni issiqlik o'tkazishga qarshiligini oshirish masalasi va ularni maxsus testlardan o'tkazgan holatda faqat unga sertifikat berib, keyinchalik uni sotishga yoki uni ichiga kirib yashashga ruxsat beradigan holatlarga keltirish kerak. Bu albatta ma'lum bir qatlamga yoqmaydigan bo'lishi mumkin. Misol uchun developerlar deymiz, ko'p qavatli uylar quruvchi firmalarga, lekin bu yerda ko'pchilikning manfaati to'g'risida gap ketyapti. Shu nuqtai nazardan va albatta bu narsa qog'ozda qolib ketmasligi uchun shart bo'lgan bu uylarni qabul qilib olishdagi maxsus testlardan o'tkazib, ularni sertifikatlashtirish darajalariga olib chiqish kerak.